Yo bismillahirrahmanirrahim. Jasur. Ha. Assalomu alaykum. Ana siz sport bilan nima ish bilasan-da? Ha. Siz sportchi bo'lgan akajon. Shunday aka? Mana da balla izgasaqlar turib, shunday bo'lib gaplashib keling. Yo'q, qo'ysangizchi. Ayyor, akajon sport bilan shug'ullanayapsan. Qo'ying, Uradi o'zim mana, ya. Yo'q. Ursa aka nima qilay men moldiq turib bo'lsam. Alloh. Men nima qilib beraman? O'zi apparatda o'zi qilib bermayman. Hozir moldiq ukollarni qo'yibman. Natri qo'yib. Bo'lmaysanmi xullas? Yo'q, bormayman, qaytib boraman aka. Undan ko'ra asl milliy taomlarda mana bedanasi bor. İçinde go'sht tiqilgani bor, tiqilmagani bor. Ana shulardan jeng undan ko'ra tilingiz uzun bo'ladi. Ha, problemalarni hal qilasiz aka. Til bilan. Til bilan hal qilasiz. Jo, g'alati o'qiyman bunaqa. Ya zo'r. Men yaxshilikda boring o'zimizga boshqa buyurma. O'z aytib boraman. Bundan zo'rini aytaman. Tustoq aytaman endi.